4 misol uchun qarang 3 2 1 sizda mana shu joyda grijja hosil bo'lgan. Umurtqa orasidagi teshik bor, foramen bor, o'sha qisqarish oqibatida teshik hosil bo'lib, qisqarib, nervlarni siqish hisobiga hozir bu grijjani o'zi shunaqa. Ikkinchisi, men maketga qarang, mana. Maketni o'zida mana bu grijja, mana bosdik-ku. Bu grijjani o'zingiz vrachsiz bilasiz, bu tomonda qanaqa holat nima bo'lishini. Grijjalarni misol uchun har xil blokada qiladi, o'qiladi, bo'qiladi. Butkul so'rdirib yo'qotadigan narsa bu sport. Xo'p, hech qanaqa dori, ukol kiritdim, misol blokada qilishi mumkin bu yoqdan, bu tomondan og'riqsizlantirasiz, bu tomondan kirib o'shda ketishi mumkin, lekin asosiy yo'qotuvchi narsa sport bu. Sizga hozir men 1 tonna dori yozmoqchi emasman. Keraklilarni yozib beraman. Hozir yoshingiz 29 yoshda ekan, qachondan beri sizda belda og'riq bor? 1 hafta 10 kun bo'ldi. Oyog'ingizga bermayapti lekin. Faqat belda o'zida mahalliy og'riq bor. O'shish yo'q. Egilgan paytingiz, qaddingizni rostlagan paytda og'riq paydo bo'ldi.